mana Makkada o'tiribmiz. 17 kun bo'ldi, qiynalib ketdik. 2 ta bolam, onam yoshi katta. 3 ta xolam, 2 ta tog'am bilan 9 kishi bo'lib kelganmiz. Hech kim qaramayapti bizga, hech kim yordam bermayapti. Onam kasal, doktor chaqirsam, doktor yo'q deydi, dorilar yo'q deydi. Assalomu alaykum do'stlar, bizda ishlarimiz davom etmoqda. Qachon hojatlar omonmisizlar? Do'stlar, sizlar ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p tarqab ketgan videolarga biz ozgina o'zimiz fikrlarimizni deymizmi? Nima demoqchiman? Men nima deyishgan hayron bo'lib qoldim. Chunki odamning soni Ramazon oyida juda ham ko'payib ketdi. Ramazon oyida qo'yilgan reyslarda hozir o'sha reyslar yo'q. Bu qaysi film? Men xabarim ham yo'q, boshqa hozir ko'rib qolib masalalar yo'q. Ozgina ma'lumot bermoqchi bo'ldim. Do'stlar, bu yerdan bitirayotganda nima bo'lishi kerak? Borda kelib bergan aniq qilib ko'rib olinglar. Bormi? Yo'qmi? Shu narsaga qattiq e'tibor bering. O'zlaring yuqorida ko'rdilaring. Ozgina tushunmovchilikmi, qandaydir holat bo'ldi bu yerda, bilmaymiz qaysi firma bu. Juda ham xunuk holat. Bugungi kelgan video. Bu video bugun ko'rdim. O'sha firmaga Alloh taolo o'zi kuch-quvvat bersin. Material qo'llayotgan bo'lsa, Alloh taolo o'zi jazosini bersin. Boshqa ish qilamiz. Biz boshqa ish deyamiz. Chunki nimaga? O'zimizdan travel sohasidamiz. Travel sohasida alhamdulillah o'sha 4-5 yildan beri faoliyat olib borayotgan bo'lsak, juda ham ko'p xunuk holatlarni ko'rdik. Juda ham ko'p odamlarning munosabatlari qolib ketganlarini ko'rdik. O'shuning uchun ozgina tavsiya bu, borilayotganda o'sha siz ota-ona ijro qilyapsizmi? Kimdirlar Rossiyadan, kimdirlar Tojikistondan turib olib joyini bron qiladi. Bron qilinganda ishonchli firma bu. Bu qaysi firma? Qaysi firmaga qarashli? Litsenziyasi bormi? Garantiyalimi? degan savollarni bering. To'g'risi. Bugun ijtimoiy tarmoqda mana shu video tarqab ketib qoldi. Men bu firma olib kelmayapti, men bu firma olib kelmayapti demoqchi emasman. Bu xolis o'zim fikr. O'shuning uchun do'stlar, borganda u yerda gastitsiyalar, ovqat yo'q deyapti. Oddiy misol, ovqat yo'q deyapti. Siz Rossiyadan yo'l telefon qilasiz. Siz Tojikistondan, O'zbekistondan, Qashqadaryo, Buxoro, Xorazm, Xiva o'sha bo'ladi telefon bilan do'stlar. Ota-onamiz shuni deyapmizmi? O'ylaylikki, yaxshiroq qiladi. Siz menga arzon bo'laveradi deganingiz uchun mana shu holatga kelib chiqyapsiz. Litsenziyaga, turli litsenziyaga ega firmalar hech qachon arzon bo'lmaydi, shuning ichidan chiqarib qo'ymaydi. Siz $50, $100 arzonda ketmoqchiman. Kimdirlar sizga $1100 desa, siz aytyapsizda, to'xtab tur deyapsiz. Menga $1000 ga bormagan deyapsiz, $900 ga bormagan. Bor. Ular aytadi, ekonom paketiga mayli men borib olsam bo'ldi. Ana holat. Bitta bu juda ko'p videolarda ko'rib boryapmiz. $100 qimmatida keting, lekin organizmga u yerda sharoit qidirmang. Do'stlar, xudo xolasa, lisenziyaga ega kimga shunaqa paketlar kerak bo'lib qolsa, inshaalloh mana juda ham ko'p ijtimoiy tarmoqda eskidan ko'rib olgan obunachilarimiz bor. Eskidan bizni tomosha qiladigan qadrdonlarimiz bor. Bemalol biz qilsalaring, albatta nima turli litsenziyaga ega firma, muammoslarga olib kelayotganlarga muammo bo'lmaydi. Inshaalloh bu yerdagi holatlaringga inshaalloh garantiyali deb o'ylayman. Men o'zimni oppoqman, ma'zur turishim, menda ham ayb bo'lishi mumkin, menda ham kamchilik bo'lishi mumkin. Lekin men albatta sizga nima borligini deb biletlaringizni aniq qilib beraman. Borganingizdan keyin inshaalloh. Bizda sharoit qanaqa? Bizda sharoit Madina Munavvarada va xolos 2 mahal istiqom bo'ladi. Men milliy demayman, issiq deyapman. Chunki Madina Munavvarada milliy taom beramiz. Bu narsani ochiq aytmoqchimanki, bizdagi narsani ochiq bo'ling, borgingiz kelsa ochiq keling.
Madina viloyatida 2 mahal issiq taom beramiz. Makka mukarramada 3 mahal milliy taom beramiz. Albatta Madina 300-400 metr oldida gastinisangiz bo'ladi. Makka mukarramada 1,5-2 kilometr bo'ladi. Makka mukarramada albatta nima avtobuslar o'z ichiga olgan. Bu yerdagi sayohatlarimiz barchasi o'z ichiga olgan. Bizda nima Qizil dengiz bo'lmaydi, qolgan barcha sayohat bo'ladi. Albatta yo bu yerdan birlashib 50 yosh ketadi, yo o'sha yerda kutib oladi sizni. Qo'limizdan kelgancha inshaalloh sizlarni rozi qilishga harakat qilamiz. Men bundan oldingi videolarimda ham sizlarga aytib kelganman. Ketayotgan ishonchli firmadan keting. Surishtiring, boring, ko'ring dedik. Sizda narx qanaqa, narx 5 pul deyishingiz mumkin. Bizda narxlarimiz 1150 bo'ldi. İnşallah şu oyun to'liq kunora eslarimiz bor. Toshkent, Jidda, Namangan, Jidda, Farg'ona, Jidda eslarimiz bor inshaalloh. Do'stlar, hammaga o'sha yerda turganlarga ham o'zi asli Makka mukarrama turibdi. Makka mukarrama Rasulullohning hududlari, Madina turibdi. O'zi qancha tursak kam, lekin o'sha yerda bu yerdan ishni bajarashtirib ketgan. Kimdirlar davlatda ishlaydi, kimdirlar boshqa ishlarda ishlaydi, kimdirlar albatta bola chaqasi bor. Ular ham men inson bilan telefon qilib gaplashib qoldik. Bu internetda kimga telefon qilib, "Uka, mayli, samolyot kelmasa ham rozi dedi. Mana uyda bolam bor" deyapti. Shuning uchun har doim aytaman, har doim do'stlar, ishonchli firmadagi deylar. Ertaga olganingizdan keyin bu yerda sharoit qidirmang. Ibodatingizni puxta qiling. Do'stlar, Xudo xolasa ozgina ma'lumot berdik deb o'ylayman. Qo'limdan kelgancha duo qilingda hammaga mushkuliga yengillik bo'lsin. Qo'limizdan kelgancha ma'lumot berganimizda biz juda ham xursand bo'lamiz. Do'stlar, turmushdan tur paketdan kerak bo'lgan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqa chiqaring. O'zimizni call center bolalarimiz o'zlari batafsil to'liq ma'lumot berishadi inshaalloh. Assalomu alaykum.